Hammaga salom. Yomg'ir yog'ib qoldim. Hech narsa yo'q. Men hamma tanigan, hamma emasda ko'rgan odam taniydi. Endi nima demoqchiman? Bu videoda ma'no nima? Men nimaga bunaqa merdaman? Bu savolning javobi men sizlardan bir narsa so'ramoqchiman. Bu savol esa sizlar meni tomosha qilyapsiz. Hozir chiqib ketishingiz ham mumkin va men shu gaplarni eshitmay siz videodan chiqib ketdingiz. Chiqib ketasiz ham. Men ovozim bo'lmaydi. Yani bir narsa va men videoyim bo'lmaydi, sifatsiz deyishingiz mumkin. Men telefondaman. Lekin yangi telefon olsam men undan ham sifatsiz emas. Undan ham sifatliroq video chiqarishim mumkin. Hozircha telefonim yo'q, lekin o'zimni avvalgi telefonim o'zimda. Shuning uchun men sifatsiz video chiqarishim mumkin. Savolim esa siz boshqa youtuberlarni ko'rasiz, lekin men ham ko'rasiz. Meni juda oz ko'rasiz. Ya'ni Artifakt, Hacker, yana boshqa youtuberlar. Siz PUBG ham ko'rishingiz mumkin. Yana bilmadim. Lekin ularni ko'rasiz. Meni-chi? Men chetda yotgan loy parchasimanmi? Meni nimaga ko'rmayapsiz? Shuni kommentariyada yozib keting, iltimos. Meni shu videomni katta youtuberlar ko'rsa, kommentga yozib ketinglar. Artifakt bu sizga iltimos shu obunachilaringizdan menga obunachi qo'shib bering. Hali 100 tagam, 90 tagam yetolmayapman. Agarda yetsam, men montajli, sifatli, yana ovozim yaxshi video chiqaraman. Hammangiz voqeasida. Faqat menga bitta videom bo'lsam 100 ta like va 100 ta obunachi yig'ib bersangiz bo'ldi. Hamma tushungan bo'lsa, Minecraft ham men uchun yomg'ir yog'ardi. Meni videomni kim ko'rayotgan bo'lsa, shunga rahmat. Kanalimga obuna bo'lib, videolarimga like bosing. Mana shu videomga like bossangiz ham rahmat. Boshqalarga bosmasangiz ham bo'laveradi. Va yangi video chiqardim desam bo'ladi. Xayr.